Konteyner profilidan firmalar foydali tomonini o'tib ketamiz. Konteynerda listidan qilinadi, ichi ham tashi ham zavodskiy kreska bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, ustakalarimiz mana ko'rib turibsizlar, bu yoq o'sha 1 metrdan boshlab 32 metrgacha bez ustun turadigan firmalar to'qib olib borib ustunovka qilib berishaveradigan. Eng arzoni 1 metrni bitishi, ya'ni ketayotib turgan materiali usta haqisi shu holatga kelishi 1 metri 80 ming so'mdan boshlanib, bu yoq o'sha 350 ming so'mgacha variantlari bor ekan. Mana shu ko'rib turganimiz 13 metrlik firmamiz. Qadrdonlar faqat ikkala chekkasida o'sha to'sini bo'ladi xolos. Narxga keladigan bo'lsak, 135 ming so'mlik firmani ko'rib turibsizlar. Bunga ketyapti turgan materialga keladigan bo'lsak, 6 ga 4 profil, qalinligi o'sha konteyner dilisidan qilingan, ichidagi kashaklari esa 4 ga 4 profil ekan. Kimga shunaqangi firmalar, temir xorilar, tom yopish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Dehqonobod Kominterndan bo'lyapti. Xizmatlar esa butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka ustunovkasi kelishilgan narxda yetkazib olib borib ustunovka qilib berishaveradi ekan. Bitta like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.